Qashqadaryolik mana shu otaxon bugun Madina Munavvarada Baqiy qabristoniga ko'mildilar. Hadoslar bir necha kun oldin Toshkentdan Madinaga uchayotgan samolyotda bir guruh hojilar bor edi. Ularning ichida bir kam 80 yoshni qarshilagan mana shu otaxonimiz ham bor edilar. Ular samolyot Madinaga qo'nmasdan turib, yo'lda, osmonda jonlari uzilgan omonatni topshirganlar, joylari jannatdan bo'lsin. Bu otaxonga juda ham ulug' baxt nasib qildi. Umra safariga Allohning roziligi uchun ketayotgan edilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ziyorat qilish uchun ketayotgan edilar. Ana endi ularning qabrlari 10 mingdan ortiq sahobalar bor bo'lgan joyda, ya'ni Baqiy qabristonida bo'ladi. Ularning janozalari Masjidul Nabaviyda har bir namozga 1000 rakat savob beriladigan masjidda minglab, millionlagan musulmonlar bilan birgalikda bo'lib o'tdi. Minglab musulmonlar janozalarida qatnashdi. Ular ham duo qilishdi: "Ya Robbim, ularning joylarini jannatdan qilgin, oxiratlarini obod qilgin" degan minglab, millionlagan musulmonlar duo qilishdi. Va otaxonimizning oila a'zolariga hamdardlik bildiramiz. Har bir musulmon Baqiy qabristoniga ko'milgisi keladi. Har bir musulmonning qabri Baqiyda bo'lishini xohlaydi. Alloh taolo qaysidir yaxshi amallari sababli mana shu otaxonimizni, bizning yurtdoshimizni qabrini Baqiyda qoldirdi. Juda ham chiroyli ne'mat, ulug' ne'mat.